Tadbirkorlik uchun yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlar hududlarda yangi loyihalarni amalga oshirish, mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va faoliyat ko'lamini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa baliqchilikda mavjud suv havzalaridan samarali foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va mahsuldorlikni oshirish tadbirkorlikning bu yo'nalishini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Uzun tumanda 2026-yilda 440 tonna baliq yetishtirish rejalashtirilgan. Bu esa hududda baliqchilikni yanada rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish uchun imkoniyatlar yetarli ekanini ko'rsatadi. Bu chavoq tanlashda juda ham gap ko'p. Suvda o'zining muntazam ravishda buni kislorod miqdorini o'lchab turish kerak. Har kuniga iloji bo'lsa ertalab tong otgandan o'lchab turish kerak. Kislorod miqdorini o'lchash barobarida pH miqdorini ham o'lchash kerak. Agarki zararli holatlar paydo bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda suvni almashtirish kerak. Ikkinchisi oziqani to'g'ri tanlay bilish kerak. Asosiy narsa oziqadan. Oziqani to'g'ri tanlab bilishda. 20 gektar yer maydonida baliq yetishtirish ishlari yarim intensiv usulda tashkil etilgan. 2025-yilda bu yerda 24,5 tonna baliq yetishtirilgan bo'lsa, joriy yil yakuniga qadar ushbu ko'rsatkichni 30 tonnaga yetkazish maqsad qilingan. Belgilangan reja ijrosini ta'minlash maqsadida havzalarni samarali boshqarish, baliqlarni parvarishlash va mahsuldorlikni oshirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. 2020-yil Uzun tuman hokimining qaroriga asosan bu yerda olganmiz. Bu yer oldin bu joylar tashlandiq, yulg'unzor, botqoq joylar edi. Bu yerda keyin texnikalar olib kelib ishlatib 20 gektar baliq ko'l qilganmiz. Shu ko'lda hozir hammasi 100% faoliyat yuritadi. Bu ko'lda jami 30 mingdan oshiq baliq tashlangan. Yarim intensiv holda ko'llarimizni jihozlaganmiz. Bu yerda o'zimiz chavoq yetishtirib o'zimiz tashlaymiz. Hozirda 100 gram atrofida tashlangan chavoqlar 4 oyda 3 kiloga o'tirdi. Hozir 10 kishi ishlaydi bu baliq ko'lda. Har 2 gektarga bittadan odam to'g'ri keladi. 20 gektarga 10 ta odam ishlaymiz. Bu yerda hozir asosan do'ngpeshana, oq amur va sazan baliqlarini yetishtiramiz. Hozir 20 gektar baliq ko'limiz bo'lsa, o'shani kelajakda 40 gektarga ko'paytirish niyatimiz bor. Ish o'rnini hozirgidan ham ko'ra 2 barobar ko'paytiramiz. Sohaning yana bir muhim jihati yangi ish o'rinlari yaratilayotgani. Baliq yetishtirish hajmining ortishi bilan birga tarmoqda mehnat qilayotganlar soni ham ko'payib bormoqda. Tadbirkorlar mavjud havzalardan unumli foydalanish, baliq turlarini kengaytirish va ishlab chiqarish hajmini yanada oshirishni maqsad qilgan. Hozirgi kunda Uzun tumanda 20 ta baliqchilik subyektlari mavjud. Bu 20 ta baliq subyektlarida 245 gektar suv yer maydoniga ega, shundan 150 gektarga baliq yetishtiriladi. Birgina misol 2025-yilda 350 tonnaga baliq mahsulotlar yetishtirib, tuman bozorida arzon narxlarda aholiga yetkazib berildi. Bundan tashqari qo'shni tumanlarga ham, boshqa viloyatlarga ham baliq mahsulotlari yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. Hududda baliqchilikni rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish, yangi loyihalarni yo'lga qo'yish va ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. Bu esa sohaning istiqbolini yanada kengaytirish, tadbirkorlik faolligini oshirish va aholi farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi.